Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Zalog puli yoki zaklad bu o'zi nima uchun beriladi? Uning oldi sotdi jarayonida ahamiyati to'g'risida bugun sizga ma'lumot bermoqchimiz. Diqqat bilan tinglang. Bu ma'lumotlar siz uchun foydali bo'lishi mumkin. Zaklad puli bu oldi-berdi shartnomasi bo'yicha bir tomon ikkinchi tomonga to'laydigan oldindan to'lov bo'lib, u kelishuvning kafolati sifatida xizmat qiladi. Bu pul miqdori xaridorning jiddiyligini va sotuvchining ushbu kelishuvga sadoqatliligini ta'minlashga yordam beradi. Zakladning asosiy vazifalari: birinchidan, ishonchni oshirish, xaridor va sotuvchi o'rtasidagi kelishuvni mustahkamlash uchun muhim vosita. Agar zaklad bo'lmasa, har ikki tomon bir-birining jiddiyligidan shubhalanishi mumkin. Ikkinchidan, risklarni kamaytirish. Zaklad puli orqali har ikkala tomon o'z huquqlarini himoya qiladi. Agar xaridor kelishuvdan bosh tortsa, u o'z garovini yo'qotishi mumkin. Agar sotuvchi kelishuvni buzsa, u 2 barobar miqdorda qilib qaytarishi kerak bo'ladi. Uchinchidan, shartnoma shartlarini bajarishni ta'minlash. Zaklad sotuvchini tovar yoki ko'chmas mulkni boshqa birovga sotmaslikka majbur qiladi va xaridorga kafolat beradi. To'rtinchidan, iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash. Bozorda muvozanatni saqlash uchun ham zarur. Agar zaklad tizimi bo'lmasa, kelishuvlar noaniq va o'zgaruvchan bo'lib qolishi mumkin. Zaklad puli va oldindan to'lov o'rtasida farqlar bor. Ko'pincha zaklad pulini oldindan to'lov, avans bilan adashtirishadi. Asosiy farq shundaki, zaklad yuridik kafolatga ega bo'lib, shartnoma buzilgan taqdirda taraflarga ma'lum huquq va majburiyatlarini yuklaydi. Oldindan to'lov, avans esa shartnoma buzilganda qaytarilishi mumkin, garchi unda maxsus kelishilmagan bo'lsa ham. Zaklad berishda e'tibor berish kerak bo'lgan jihatlar: hujjatlashtirish. Zaklad faqat og'zaki kelishuv emas, balki yozma shaklda shartnomada aniq qayd etilishi kerak. Miqdorni aniqlash. U adolatli va ikki tomonlama maqbul bo'lishi lozim. Shartlar aniqligi. Zaklad qaysi holatda qaytariladi yoki qaytarilmaydi? Aniq yozma hujjatda ko'rsatilishi kerak. Zaklad qachon qaytarilmaydi? Agar xaridor shartnomani buzsa, u o'z zaklad pulini yo'qotishi mumkin. Agar xaridor kelishuvdan voz kechsa, zadatik sotuvchida qoladi. Zaklad qachon 2 barobar qilib qaytariladi? Agar sotuvchi shartnomani buzsa, u xaridorga zaklad pulini 2 barobar qilib qaytarishi kerak. Bu xaridorning manfaatlarini himoya qilish uchun belgilangan qoida. Xulosa: zaklad puli har qanday oldi-sotdi jarayonida muhim ahamiyatga ega. U faqat ikki tomon o'rtasidagi ishonchni oshiradi, balki kelishuvni ta'minlaydi va har ikki taraf uchun xavfsizlik yaratadi. Shuning uchun ham zakladni rasmiylashtirishda barcha huquqiy normalarga rioya qilish zarur. Ushbu ma'lumot foydali bo'lgan bo'lsa, like tugmasini bosing va bizning sahifamizga obuna bo'lishni unutmang. Bu yerda hammasi ko'chmas mulk to'g'risida. Hurmatli negativchilar, bo'lmagan gap deb bosh qotirmang. Fuqarolik kodeksining 312-moddasini obdon o'qib chiqing va bu ma'lumotlarni qanchalik haqiqatga yaqin ekanligini o'zingiz tekshirib ko'ring.